Ushbu loyiha Sirdaryo viloyati Milliy bank boshqarmasi hamkorligida Oqoltin tumanida 1197 sonli konturda amalga oshirilmoqda. 32 gektar yer maydonga erta pishar qovun navi ekilgan bo'lib, 64 nafar fuqaro doimiy parvarishlab kelmoqda. Umumiy yer maydoni 1000 metrga 320 metr. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanib, ayni damda gullash jarayonida. 40 kun uzluksiz parvarish qilish, sug'orish, o'g'itlash jarayonlaridan so'ng qovun navlari pishib eksportga tayyor bo'ladi. Ushbu loyihaga 64 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 0,5 gektar yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor FS Logistics MChJ ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 30 tonna, jami 960 tonna hosil olish rejalashtirilgan bo'lib, mazkur ekin yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli brokkoli karami ekish orqali yer egalarining daromadlari oshirib boriladi.